Shundan so'ng atrofingizdan kimdir musulmon bo'ldimi? Adashmasam 2012-yil buvim, onamning onasi musulmon bo'ldi. Men uni ko'rgani bordim. U o'zini yomon his qilardi. Yoshi 86 da edi. Qariyalar uyida yashardi. Onam va men birgalikda uni ko'rgani bordik. U gapira olmas edi. U so'z topa olmasdi. Gapira olmasdi. U aravachada edi. Meni ko'rishi bilan yig'lab yubordi. Men, "Buvijon, nega yig'layapsiz?" deb so'radim. U gapira olmas edi, lekin gapirishga harakat qilardi. Keyin men, "Xo'p, qarang. Menimcha men sizni tushundim. Xudo haqida gaplashishni istayapsiz", dedim. Men, "Bilasizmi, nima bo'ladi? Xolam bu yerga keladi va u payg'ambar Isoga ibodat qilishga sizni undaydi. Lekin bunday qilmang, chunki bu gunoh, bu shirk", dedim. Allohdan o'zga narsaga ibodat qilish bu uning birinchi amrini buzishdir, dedim. Men unga Muhammad haqiqiy payg'ambar ekanligini va islom yer yuzida biz insonlar ergashishimiz kerak bo'lgan Allohning haq dini ekanini aytdim va har safar shu haqida ularga aytganimda buvimning ko'zlaridan duv-duv yosh oqar edi. Men ularga, "Bugun islomni qabul qilishni istaysizmi?" dedim. Ular boshlari bilan "Ha" deb yig'lab yubordilar. Keyin, "Yaxshi, unda qo'limdan ushlang va aytgan so'zlarimga rozi bo'lsangiz uni siqib qo'ying", dedim. Ular bilan birga shahodat kalimasini aytdik. Inshaalloh qiyomat kunida buvim g'oliblar qatorida bo'ladilar.